tishlaringizdagi shunaqa sarg'ayishlarni uzog'i 2 daqiqada butunlay yo'qotib yuborishingiz mumkin. Diqqat bilan eshiting. Qadimgi Xitoy tabobatida biz bu muammoga yechimni minglab yillardan beri bilamiz. Zamonaviy stomatologlar esa sizlarni pulingizni shilish bilan ovora. Tishlarni oqartiraman deb sizdan yuzlab dollar pul olishadi. Siz esa shunchaki yana avvalgidek go'zal tabassumga ega bo'lishni istagan odamsiz xolos. Endi sariq tishlardan uyalib yurishingiz shart emas. Bu masalaga yechimni qadimgi Xitoy tabobati topgan. Bu yechim hozir sizning oshxonangizda yotibdi. Banan po'stlog'ini olasiz, aynan ichki qismini olish kerak. Ichki qismini shilib mana shunday idishga solasiz. 1 choy qoshiq limon sharbatidan solasiz, 1 choy qoshiq tuz va 1 choy qoshiq tish pastasini solasiz. Hammasini birga aralashtirasiz. Tayyor mahsulot bilan tishlaringizni 2 daqiqa yuving. Farqini 2 daqiqada darrov sezasiz. Tishlaringiz chaqaloqnikidek oppoq bo'ladi. Tayyor mahsulotni muzlatgichga solib qo'ysangiz 3 haftagacha sizga xizmat qiladi. Bu yangilik emas, bu minglab yillardan beri bor Xitoy tabobati. Bu usulni yaqin insonlaringiz bilan hoziroq ulashing. Tabib Shifuga albatta obuna bo'ling. Men bilan tabiiy usullar bilan davo topasiz.